moda oyitqa jamoatchilag'man bugun Nuri Maygilning uyida. O'zim berib yapaqmadim, lekin qiyosan o'zim qilib baqtimchu, dapanjiga o'xshamaydi ekan. Laziga o'xshatmamingiz atqalarim. Bil ayrimchi bir tamda chiqar ekan. Mu qarangiz chidasqalarimga yarishib ketgani tetpaqmigichi bilmaysizlar. Qadamsamingiz nima qaydoq usulda qildim doskaga qarg'ash, yulduz yurak belgilarini besib xotirib edingiz ajmo sevib qilgan. Talik saylar laziga o'xshaydi ekan. Samsaq, sinjang, sopiyans kesgan laza shavmeyju. Nazifa chaplashmas qozonimizga moy qo'yib, ozroq shakar sep ko'ygini chiqarib olgandiki, to'qoy go'shtini sep dimlab qozonga yiqib qizarg'ichan qo'rimiz. Odatda boshqa to'qoni mashina quruq zalab qo'rsak cho'qqimni chaplashida o'tib qolar. Ammo Nazifanikini sinab baqsangizlar bo'ldi-jim. Andi qizartqichchang, tuz, ekima yitosallarni kesgan lazini sep xushburg'i chiqishi 3-4 minut atrofida qo'rib olgandiki, jamoatchi tetqisi desep buniki purridi chiqqandiki, am hozirma asosan pishilib qoldi to'qoyimiz, lekin ma tetib qilamki ta'mi amda sing'ilishi uchun chiloshqadak suv qo'yib, suzaraq o'tda 10 minut dimlab ta'mi ichiga sinketkicha yaxshi tamlandirimiz atqala. Doimki mush filmlarimni yoqtirib ko'rayotgan so'mlik tuqqanlarim ishiltibqa qozinim bormi, qochqucham bormi bek so'raysizlar. Nazifaniki qachilari mashlaq nafis chiroyli qo'pli qamay gul qavati 2 qavat imolarasiga ilinib, yemeklik bilan bevos uchrashmaydi ekan-ku. Sog'lom bo'lg'achqa ama go'zalligi dimmi bekrek sog'lomligini deb hamma qochquch qazoq qo'mishlarini biraqla almashtiryaptim so'mlik tuqqanlar. Arliqda meni ko'yginingizadek meyvelarimizni tizib, cho'plarimizni desa tayyor qilib oldi. Ma lazlarni jixlig'idan tuqqanlar qarab qo'q ketmangizlar, hisobda buni rang ham puroq chiqarish uchun qatimiz. Ravurs ochiq ta'mi chiqib ketguncha qozonda akitimiz. Qarangizlar so'yimlik tuqqanlarim ishqib ajoyib o'xshaydi. Jamo mayli lazijiga, dapanjiga hech kimga o'xshamaydi. Qifaqni bilmaysizlar. Xayr xo'sh. Testa maqolada